Ushbu loyiha Turon bank hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mingchiroy mahalla fuqarolar yig'ini 220-sonli konturda jami 503 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi tarvuz. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekilgan ekinlarning holati juda ham yaxshi. Shu holatda ekinlar 120 kun davomida yetishtiriladi. Ekinlarni yetishtirish davrida yaxshilab sug'oriladi hamda tabiiy mineral o'g'itlar bilan oziqalantiriladi. Ushbu loyihada jami 18 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Loyihaning samaradorligini oshirish maqsadida lider tadbirkor Turon yerlari ichkiga biriktirilgan. Ushbu yer maydoni jami 180 tonnagacha hosil yig'ib olish rejalashtirilmoqda. Shunda har bir dehqonchilik daromadi o'rtacha 40-45 million so'mni tashkil etadi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turlarini ekish orqali dehqon xo'jaliklar daromadini yanada oshirish rejalashtirilgan.